O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov vafot etdi. Bu haqda Kun.uz manbasi xabar qilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligidagi manba ham bu ma'lumotni tahririyatga tasdiqladi. Taniqli qiziqchi va aktyor bundan bir necha kun muqaddam og'ir yurak xuruji bilan poytaxtdagi Birinchi-son shahar klinik shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgandi. Kun.uz manbasi xabarga ko'ra, Obid Asomov 14 dekabr kuni o'tkir yurak infarkti tufayli hayotdan ko'z yumgan. Obid Asomov 1963-yil 22-oktyabr kuni Toshkent shahrining Chilonzor tumanida tavallud topgan. Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr va rassomchilik institutida o'qigan. 1993-yilda Obida teatrini tashkil qilgan. O'zbekiston va xorijda mashhur qiziqchi, iste'dodli aktyor sifatida tanilgan. 2006-yildan Rossiya televideniyesi Rossiya 1 telekanalining egri oyna hajviy ko'rsatuvida qatnashib kelgan. Shundan so'ng Obid Asomov bir necha yil davomida O'zbekiston televideniyesida ko'rinmadi. 2018-yil 24-may kuni Obid Asomov O'zbek Film Qoshdagi multiplikatsion filmlar studiyasi davlat unitar korxonasi direktori etib tayinlangandi. Kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik izhor etamiz.